bo'ladi to'ydan keyin, kuyovishdan keyin. Ha? Nikoh kunimi? Ha, nikoh kuni. Nima bo'ladi? Shunday bo'ladi. Ya, mana masalan kiradi. Men kuyov emasman, keliniz, men kirdim. Uzcard orqali komissiyasiz mablag' kirgizish va chiqarish, qulay ilova va sayt o'zbek tilida. O'zbekistondagi ishonchli bookmaker, cashback va boshqa aksiyalar. Registratsiya uchun bonus sizga 3 million so'mgacha. Saytga o'tish silkasi birinchi kommentariyada. Assalomu alaykum. Asal yediraman, bir osh yeymiz. Keyin nima bo'ladi? O'zidan o'zi yechintirib sikib tashlaydimi? Yo'q, Ha. anaqa berisharkan, oyna berisharkan. Mana men endi ko'rdim bunaqa narsani. Xo'p, oyna berishadi. Niyat bilan qiladi işte. Xo'p. Qildi. Keyin anaqa bo'ladi, yangi tomonlardan kirarkan, bittasi kelin, bittasi kuyov bo'larkan. Ha. O'rinlarda dumala berisharkan. Keyin to'qqiz mana shunaqa narsalar bo'larkan. Xo'p, ering seni qanaqa yechintirar ekan? Choychi bo'lgan o'zidan keyin, ovqatli bo'lgan o'zidan keyin bo'ldi, yotamiz, svetlar o'chiraman dedilar. Ha, keyin bo'ldi bo'ladi. Yo, bering tagiga yastuk qo'ydimi? Anaqa bo'layotganda yerda bo'ldi, joylab olib qo'yishdi, ko'rpachalarni qalin qilib. Yalang'och bo'lar ekanmi? Nima kiyimda qiladimi sizni? Uyalmas ekanmi? Hech kim kiyimi bo'lmas ekan u narsa. Yo'q, Yo'qoling, baloni bilasiz, mana yaxshi narsani bilasiz. Mana enamini bilaman, uylanmaganman-u. O'rtalaringizda eshitib bo'lgan, 5 tasi uylanib ketdi. Ustiga o'rtalarim yetmaydi-ku, jinnimisan, ustiga chiqdingmi yo seni ustingga chiqdimi? Ha, uni ustiga chiqaman, qanaqa chiqaman men uni ustiga? Ya o'tirdingmi ustiga yoki seni oyog'ingni antena qilib qildimi? Jinnimiz abbo. Men uni ustida nima qilaman? Men uni ustida qizligimni beraman. Yo, keyin mana qizligini olib bo'ldi. Anaqa tepaga surilib ketyapti. Divonimni, pakrivalini yastig'i bor. Ha. Shuni olib belimga qo'yib qo'ydi deb hammacha o'sha. Yo'q, Keyin oldi, bitta baqirdim. Yo'q, Keyin 3 kun tegmadimi? 3 kun tegmas ekanmi? Shunaqa bitar ekanmi 3 kun? Ha, 3 kun tegmadi. O'zi bir hafta tegmaysizlar deb ketishuvdi. Anaqami? Chidamas ekan. O'pishdingmi? O't betlaridan o'pdingmi? Men uni o'paman, zarlam kelgan. Voy, nima yering-ku, yiban? O'pdiman. Qatlaringdan. Yani gaplashaylik, keyin gaplashamiz. Vaqt bemalol. Birinchi bo'lib yuzimdan boshlab. Ha, keyin pastga tushdimi? Kimlikdan pastligi? Tushmaydi. Qayerda? Kimlikdan pastga tushdimi? Kimligimda qoladi, yo'llarimga tegmaydi, tushmaydi. Yalab bormadimi? Siz joydaqmi? Nima siz shunaqa qilasizmi hali? Yoninglarmi? Qo'lga tegib ketadi lekin. Qo'li bilan tegdimi? Yo'q. Ha. Baribir tegib ketib qoladi. Voy. Anaqami? Bezgandan qo'yaptimi? Ha? Bezgandan qo'yaptimi? Yo, bezgandan qo'yaptimi, domni? Nima degani u? Bo'ldi, normalni. Anaqami? Har xil stilda qo'yaptimi, oyoqlarini teskari qilib, o'tkazib qo'yib. Faqat har kuni kelishdan kelib yechonangni sikib, taxtata sikib tashyaptimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Jinnimiz meni qanaqa ertalik bilasizmi? Voy, yaxshi ko'radi. Ha, bir oydan ko'ramiz, onanglarni sotib tashlaydi. Jinnimiz siz har kuni menga plitkalar ko'tarib keladi. Ko'tarib keladi yaqinda. Anaqami? Qaynotang ko'z olatirmaydimi senga? Kim? Qaynotang. Qanaqa? Qaynotang normalmi? Tushunmadi. Qaynotang sen ko'z olatirmaydimi, dommi? Voy, unaqa qolay, men qaynotamni yaxshi ko'radi. Sanimi? Ha? Xitob bo'lgan yana. Xitob bo'lgan eri yo'q edi. Voy, eshitmaman sizdan bunaqa gaplar. Qizlarni, kelinlarni munosabat. Ha, shundoq deydi. Eshitgani noto'g'ri deydi. Anaqa, qaynagachim borlar-da. Ha. Ularga kimdir telefon qilar ekan-da, yaxshi ko'rib qopti.
Sikamni qanagachini, men o'zingdan gapir. Aytib bering, shu o'zim to'g'rimda. Keling yuring, magazindan olib kelamizlar. Kechikib chiqib keluvdik. Yana telefon bo'ldi-da qo'llariga. Shu odam qildi deb bo'pti, kelib turaymanki, shuna gaplashib. Qo'y ularni qo'y, menga chimildudan gapir. Sikamani qaynatasini. Bo'pti. Mana kecha qaytdi bo'ldimi? Qaytdi. Har kuni bo'ladi. Yo'q. Aminam jalab g'or bo'lib ketgandir, sevar Amin. Qanaqasiga g'or bo'lib ketadi? Hali tug'magan bo'lsam, o'zi o'tgan narsa. Mana normal o'zbeksan, mana to'g'risini yoqadimi, o'zingga ham kayfing keladi-yu, sana ham, to'g'rimi? Ha. Kayfing kelganda maza qilasanmi? Bilmadim, men hali o'rgana olmayapman-da, to'g'risi. Bilasanmi, sen nima qilishing kerak? Nima? Men bilan yotsang kayf qilasan-da. Men hali o'rgana olmayapman. Yo'q, chunki sen O'g'ri sezuraman-da, faqat og'riq sezaman. Yo'q, eringga ko'yning yo'q-da, sen men bilan sevishgansan, sen men bilan yotsang maza qilasan-da. Ben yotsam ham og'riydi va shu Yo'q, og'rimaydi. Men og'rimaydigan qilib chiqaman-da. Cho'tsan, qachon vaqting bo'lsa aytsang, shunda boramiz. Maza qilasan-da. Qanday ko'rasan? Belintiga gaz topasi qo'yib o'tirmayman-da. Endi yastuni ham kerak-ku. Ha, shu men o'zim Amin chiqarib boraman. Qanaqa qilib? Ko'rasan, o'shanda polni opera etasan jala qo'tog'im ustida. Ering bunday yechinsa, dinnak qo'yib o'rasa eringga. Ering oti nima edi? Yo'q. Ha? Yo'q. Ajalab ering bo'lib turib menga telefon qilsan, yibanmisan? Qilmayman. Jalab eringni olib tutadi-yu, onasini sizga ering normalniy bo'ladi deding-ku. Yaxshi bo'ladi. Ja, o'lib qoladilar, strogiylar tekshiradilar deding-ku. Tekshirish shumi? Men unaqa netto harakatlar qilmaganman. Ishongan kallasiga qo'ttog'im eringni. Xudo asrasin sendagi xotinlardan, astag'firulloh deyman. Hali. Sendagi xotining o'ta jalab. Yoqmaydi menga sevardim sizni. Jalab, endi ering bo'lib turib jalab birov bilan gaplashib yurgandan keyin kanaysi kimga yoqasan, jalab? Hozir jalablar ham bunaqa qilmayapti hozir. Siz men jalab deb o'ylayapsiz. Endi de jalab erta qaytadi menga seva. Yo'q, qaytadi. Erta bolay menga o'xshab qolsa orqamdan kelmang, yugurib, bo'lsa sizni bolangizni jalab. Dinimisiz? Men siz bilan bir tumat yotmoqchiman, men unaqa niyatim ham yo'q. Ya, yotamiz, onanglarga borasanmi? Shunaqa yotamiz, bir umr o'tlab. Bo'ldi, gap yo'q qilmayman. Hazırlaşammi? Qachon yotamiz? Men yotamizmi? Ha. Telefondan nima foyda? Va'dadan nima foyda? Qo'rqaman. Nimadan qo'rqalsa? Hamma yo'q bo'shashingda. Voy. Sen jalab nima lesbiyanganmisan? Onangni erkaklardan qo'rqasan? Men qo'rqaman, o'zim sherimga ham so'q, menga tegmang deb so'q. Yiban ekansan sen deb filbasan sen. Yomonku. Nimasi yomon? O'rganib ketarkan menga. Ha, o'rganib ketasan, men bilan yotgan hamma narsaga o'rganasan. Esingdami, o'ynab yotaman deding-ku, jalab, o'ynatib qo'yaman, o'ynab yotasan. O'ynaydigan narsamas ekan. Narsalarni. Ha, nima ekan? Dodam degan narsa ekan. O'zi doden narsada hamma gap, yubba. Shu kunlarda boshlarim aylanib o'zim tashlab yuraman. Bo'ptimi? O'ynab o'tirasan-da, xolasang ko'p siqilishmay o'tirasan. Kechandi. Yubba uni mazasini totib ko'rasan, ko'p qizilayotganda menga kayf qilamiz deb. Voy, ana shunaqalarga boring. Endi sen o'zimnikisan-da, kuchunarda baqqa turasan sen, to'ymas balosan. Nima deyapsiz? To'ymas balosan. Nima degani u? To'ymaysan-da, jonim, qilgan sarim kayf qilasan. Men seni orqama chas qilaman-da, oyog'ingni bittasini vannaga, bittasini yerga qo'yib qilaman. Ha. Yo'q, kutimgami? Yo'q, onangni ski
orqa majasi. Jalla u harom emasman, kofir emasman, jalla. Rahmat, kerak emas bunaqa narsa. Orqa majasi dom, orqa majasi rakkim qo'yib. Men bilmayman unaqalaringizni. Amini boblarini bopillattirib boraman-da. Yunglaringni ovozsanmi-yo, jala o'stirib yuribsanmi? Voy, astag'firulloh. Men gaplashmanman o'zi. Emchilaring katta bo'lsa kerak, sevar obir ko'rganimda yomon tarim narsa edi endi. Tortib chiqqanimga shunaqa ko'rindi. Ozdirda to'yimga yaqin. Yoqmabdi. Bir o'zimni qo'yib yubordim-da. Keyin to'yimga yaqin, to'yim bo'lganiga yaqin ozdim. Ering o'pishadimi? O'pishasanmi ering bilan? Ha? Bilaq. Nimaga? Xudo biladi, nimalar yeydi, nimalar ichadi. Nima qildi? O'pishasanmi rosa? Yo'q. Astag'firulloh. Bo'ptimi, bo'lmasanchi, mana qilamiz. To'nqaytirib qo'yib borib, boshingni-chi yon bosatib qo'yaman-da. Og'zingga qo'limni tiqib turaman-da, orqangdan beraman. Bo'ladimi? Hech qanaqada. Og'zingga olma. Kayf qilasan, orqa majasi qildimi, hech qilmadimi? Hali yo'q, unaqa bo'layotgan yo'q. Faqat shu oldinga ikki oyog'ini ko'tarib qo'yadi, tiqadi bo'ldi. Qo'yib bersangiz har tomonlama qilgisi keladi. U juda o'pitni ekan u. Ha, demak daxiyasini ko'rgan ekan unda. To'g'risi tegman, yo'q deb yotganim men ko'nglimga qarayotdi. Ha, bir ikkisini bermayaptimi? Nima men xotinim meni pulga bera qiladim. Endi hozir qo'y qotiring. Shu strik ko'rsiz. Mamnaq qilaylik. Pul ishlash yo'lini o'rgataymi senga? Qanaqa qilib? Ering bilan sikishayotgan kameraga olsang, noyga tarqatsang. Sizga pul ishlaysizlar. Zato mashhur bo'lasan Dianaga o'xshab. Siz bilasiz shunaqa qilasiz. Yo'q, men bunaqa qilmayman-ku. Men senga meni xotinim sendagi unaqa birovlar bilan gaplashib, unaqa aytib berib o'tirmaydi, yiba. Ko'ramiz hali qanaqa xotin keladi. Ha, ko'ramiz, sen xotinimga aytaman men, o'zi sen bilan gaplashadi. Menga qilmayapti qolsin. Astag'firulloh, sevar, ering seni qilayotgan ekan. Ering qilsa menga qilmasdingsan. Erim yaxshi. Seni menimcha qondira olmayapti. Erimga gap yo'q. Amingi sikamanni siyargan teshigingga qilib qo'yapti menimcha. Bormi, shunaqa bo'lyapti. Ha? Amingi sikamanni siyargan teshigingga qilib yuboryaptimi deyman-da. Sanchi bugun kelganda aytdingki, ikkita emchagim o'rtasiga qiling, menga yoqadi degan. Maza qilasan. O'zichi. Ha. Takskoz bo'laman. Nimaga? Yoqmayapti. Mana qo'tog'im yoqadi senga, qo'tog'im. Bo'yimda borga o'xshaydi. Ha? Bo'yimda bo'lganga o'xshaydi. Uning namidan bo'ladimi? Uning normal tashamagan hali. Bilmayman, boshlarim aylanib yuribdi-da shu kunda. Hech kim yoqmayapti, hech narsa yoqmayapti. Bo'pti, hozir qo'raman senga, chaqirishyapti. Ha, bora qoling. O'tqizaymi? Aylanib ketdi-yu.